rinoplastikadan keyingi birinchi 72 soat haqida gaplashamiz. Demak, rinoplastika operatsiyasi amalga oshirilgandan keyin birinchi 72 soat, ya'ni 3 sutkada amalga oshirishingiz zarur bo'lgan tavsiyalar. Birinchi kunlarda organizmda tiklanish davri va kuchli ishlar davri bo'ladi. Bu paytda siz iloji boricha tanani boshni yuqorida tutishga, yastig'imiz yotganda balandroq, yurganda ham ko'proq harakat qilishga intilishimiz kerak bo'ladi. Demak, muz yordamida shishlarni kamaytirish uchun yengil holatda ishlatish mumkin. Unda burun ustki qismiga emas, yon atrofdagilarga. Chunki burunga keladigan qon tomirlarini biroz toraytirish burundagi shishlarni, sezgilarni kamaytiradi. Og'ir jismoniy yuklamalarni qat'iyan cheklash, yugurish, tez turish va boshini yuvish, bular ham 72 soat ichida tavsiya qilinmaydigan holatlar. So'nggi tavsiya, ko'p suyuqlik iste'mol qiling, to'g'ri ovqatlaning, chunki tiklanish uchun kuch-quvvat juda ham zarur. Albatta, ko'tarinki kayfiyat va harakat. Bu sizni operatsiyadan keyingi tiklanish davriga tezroq olib kelishiga yordam beradi. Mana shu haqidagi tavsiyalar qiziq bo'lsa, podpiskani bosib qo'yib, kimga kerak bo'lsa ulashib qo'yamiz.